Feruzichka mana shu profildalar, doktor Faychka profilidalar bemalol yozib, qizlar, подписаться qilib olinglar, skrinshot qilib olinglar. Hadeb gapiravermayman, chunki men har safar chiqib sizlarga gapirishim bu pul, reklama pulli bilasizlar. Shuning uchun to'g'ri qabul qilinglar, lekin Feruzani o'tgan safar qo'ygan reklamalarim zoyi ketmasin deb baribir so'raganlar orasida bo'lib, profillari blok bo'lganligi uchun meni vijdonim qabul qilmaydi. Menda emas u ayb deyishga to'g'ri, menda emas ayb blok bo'lganiga, lekin men bu qizdan nima deydi, mahsulot sotib olganmanmi, bu qiz menga foydasi tegyaptimi, sizlarga ham foydasi tegishini xohlayman, tsim bo'ling. Bitta shprisni palonchi pulga sotib olmaysizlar, bo'lib to'lash imkoni bor. O'zlariga yozsanglar, aytaylar necha puldan qotganlarini. Men hali o'tgan safar video qo'yib ulgurmasman, ishxonamdek asalim ishchi qizim yugurib borib qildirib olib, qildirib keldim deydi. Ertasi kunigacha ishtahasi bo'g'ilib turdi. Tez to'yib qo'yaman dedi. Bo'lmasa oshqozonni kestirmagan. Oshqozonni kestirganimga menga shunaqa ta'sir qildi deb o'yladim, bir xil ekan.